qiz bolani orqasiga bekinib boshqa qilib mani вообще-то interesovatsiya qiladigan narsam bitta o'g'lim bo'ladi. Boshqa narsa yo'q. Поэтому gapiryapman. Agar qaysi bir bitta mana shu aqlli inson agar mana adekvatni bir ayol kishi bo'ldi, ayol kishilarga aytyapman. Adekvatni ayol kishi agar o'zini bolasini shu ta'zir o'xshamagan inson, "Hey, mani bolam-ku. Men kechganim yo'q-ku." deb gapirayotgan payti sen boshqa hali to'yim bo'lmagan insonga uni qamattirish agar правильный narsa bo'lsa, bu men neправильный emas, mana shu yerda.